Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarni Walt Disney World'dagi Animal Kingdom bo'ylab sayohatga olib boramiz. Bu park nafaqat attraksionlari, balki ajoyib tabiati bilan ham farq qiladi. Va bu yerdagi Pandora The World of Avatar bu alohida mavzu va parkdagi boshqa qiziqarli joylarni o'rganamiz. Qayerga boramiz? Mickey Mouse. Park ichiga ham kirib oldik. Bizga kirishimiz bilan parkka xaritasini berishdi. Maryamga alohida, bolalar uchun, bizga alohida, kattalar uchun. Va biz kirishimiz bilan Donald va Daisy Duck ko'rdik. Maryam bu personajlarni juda ham yaxshi ko'radi. Ular bilan quchoqlashib, rasmlarga tushib, xayrlashib yo'limizni davom etdik. Bu daraxt bo'lsa Animal Kingdom'ning ramzi hisoblanadi. Tree of Life. Bu daraxtda 300 dan ortiq hayvonlarni naqshi o'ymakor qilib tushirilgan. Va Walt Disney World o'zini shunaqa shoplar, ya'ni magazinlari bilan ham juda ham mashhur. Bu magazinlarni Maryam juda ham yaxshi ko'radi. Maryam, you like flamingos? Welcome to Harambe. Bu yerda biz o'sha Afrika zonasiga kirib keldik. Parkka ajoyib xususiyatlardan biri, parkda har xil zonalari bor, ya'ni Afrika zonasi yoki Discovery Island yoki Pandora The World of Avatar eng mashhurlardan biri hisoblanadi. Va biz bu yerda Kilimanjaro safarisiga kirib ketyapmiz. Sizlar biz bilan bu yerda Afrikani hayvonlarini birga ko'rishingiz mumkin. Amerikada odamlar juda ham sabrli. Buni shu layndan, ya'ni navbatdan bilsanglar bo'ladi. Odamlar yarim soat bo'lsa ham, 1 soat bo'lsa ham kutishadi. Elephant ko'rasanmi? Yana qanaqa? Giraffe. Yana zebra. Yeah. Completely seated with your hands, arms, feet, and legs inside of the trunk at all times. And that does include smaller children that may be on board. Okapis are the only known relatives to the giraffe. Okapis and giraffes have a similar head, which is they found out they're related. The horns, they kind of lay flat and backwards, which is going to help the bongo move through the forest, keeping their horns. Usually find them either completely alone or in groups of them. That color year round, but it will be much brighter during mating season. You could use those willoughbys. Very protective animal. You can kind of tell by the way they're laying back there. They're all facing off in different directions, so they can keep an eye out for danger. That is around the height of the average. There are no other elephants hanging out with that one.
rocks to see if I can find the rest of the lion pride. Hold it back. Give me your hand. Look. Okay, good job. Maryam shu hayvonlar bilan rasmga tushishni judayam yaxshi ko'radi. Prям har bittasini olib, har bittasi bilan birga rasmga tushish kerak. Va bir narsani aytib o'tishim kerak. Amerikada bolalar aravachasi judayam tartibli qo'yiladi. Maxsus parking joylari bor. Xodimlari ularni tartiblab turishadi. Shuning uchun park judayam qulay va ozoda ko'rinadi. Prям bu yerda chiroyli balularni ko'rishingiz mumkin. Men bularni avatar balular deb nomlaganman. Va biz trenga o'tirib, ya'ni poyezdga o'tirib, kengurularni ko'rishga yo'l oldik. Keep your hands, arms, feet, legs, and tail inside the train. Cheese. Böyle ketdik yani. Okay. Let's go. That is the Wild Africa track. It's the 3-hour tour. That one's the most expensive. And then, yeah. Va Harambayni shunaqa marketlaridan, magazin, kafelaridan o'tib, biz boshqa zonaga yo'l oldik. U zonaning oti Discovery Island. U yerda biz juda ham boshqacha atmosferaga, ya'ni Hindiston, Indiya atmosferasiga tushib qolamiz. Mana bu yerda plakatlaridan ko'rishingiz mumkin. Oh. Wow. Wow. Look at this elephant. Va biz ham Maharajaha shunaqa junglisiga kirdik. Maharajaha shunaqa yo'lbarsi, maymuni va shunaqa katta zaharli kalta kesigi bilan juda ham mashhur. Hide and seek spot tamam. Look at this. Va bu yerda Maharajaha shunaqa ko'rshapalilari bor ekan, lekin biz bu yerda hech qaysini ko'ra olmadik. Mana bu yerda bo'lsa Maharajaha o'sha mashhur yo'lbarsini ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda Hindistondagi safarimiz o'z nihoyasiga yetdi.
Biz sizlarga hali hamma narsasini ko'rsatishga uspech qilganimiz yo'q. Buni keyingi vloglarimizda ko'rsanglar bo'ladi albatta. Hozir biz Discovery Islanddan chiqib Pandora The World of Avatarga yo'l oldik. Maryam bizada charchagandan shunaqa uxlab qoldi. Xo'jayinim baraka topsinlar, keyingi attraksionga bitta o'zim kirib chiqdim. Lekin bu yoqda meni 40 minutlik navbat kutib turgandi. Bu yoqda bo'lsa sizlarga oldingi borgan sayohatlarimizdan lavhalar qoldiraman. Bu уже ikkinchi attraksion edi. Buni уже kutishga holimiz ham, vaqtimiz ham yo'q edi, chunki kutish vaqti 1,5 soat edi. Sayohatimiz so'ngida Disney do'konlarini aylanib chiqdik va shu bilan ajoyib sarguzashtlarimizni yakunladik. Sizlar bilan keyingi vloglarda ko'rishguncha deb qolaman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va kommentarlarni kutib qolaman. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.